Oshqozonda muammosi borlarga zo'r yechimni aytaman. Yillab davom etayotgan gastrit, yazva, Fasl tanlamaydigan oshqozon kasalligi. vaqtincha foyda beradigan muolajalar. Oqibatda esa og'ir xastaliklar. Biz ko'pincha pul topaman, oila, bola chaqa deymiz-u, omonat sog'ligimizga e'tibor bermaymiz. Vaqt ajratmaymiz, pul ajratmaymiz. Kasallik esa sizni kutib turmaydi. Ayniqsa oshqozon kasalliklari hozirda eng ko'p uchrayotgan xastaliklardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, bunga sabab nima? Ko'pchilik bilmaydigan soha haydovchilar. Oshqozon kislotasi va kortizolning ko'payishi, qonni sekin aylanishi va hazm susayishi evaziga yazva kasalligini orttirib olayotganliklari achinarli holat. Doktor yurib, sog'ligini qaytara olishmayapti. Oshqozonidan qon ketib operatsiya bo'layotganlar va hattoki saratonga chalinayotganlar ham borligi ayni haqiqat. Dadasi, oshqozonda muammosi borlarga zo'r yechimni aytaman deganidingiz. Ha, mana bu telefondagi giyohlarni ko'ryapsanmi? Spirulina, reishi, xlorella, andis va 20 ga yaqin o'simliklar mana bu sirop va mana parashokning ichida mavjud bo'lib, xalqaro hujjatga ega bo'ldi. Bu mahsulotning nomi Gastronexist. Unda biz sizlarga oshqozon muammolari kuzatilganda mana shu Gastronexist mahsulotini tavsiya qilamiz. Uning faol moddalari hazm qilishni yaxshilaydi. Ovqatdan keyingi og'irlikni ketkazadi. Oshqozon o't tufayli oshqozon osti bezi ichaklaridagi har xil muammolarga qarshi ta'sirga ega. Siz tabletka va kapsula ichishga qiynalyapsizmi? Bu vosita esa sirop va sashe ko'rinishida bo'lgani uchun idishda qulaylik beradi va ikki tomonlama ta'sir qiladi. Dadasi, unda bu mahsulot gastrit, yazva, o't tufayli dimlanishi va eng ko'p uchraydigan jig'ildon qaynashini ham davolaydimi? Aynan sen aytgan narsalarga-da bu mahsulot. Gastronexist ichak faoliyatini ham yaxshilaydi. Qabziyatni va ichki ketishini ham oldini oladi. Dadasi, unda oshqozon muammolarini o'ylamasak ham bo'lar ekanda. Bo'lmasa bir qo'l bola qilib osh damlay. Ha, shunaqa qil onasi. Hoziroq ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassisdan konsultatsiya oling va mahsulotga buyurtma bering. Qo'ng'iroq qilgan har bir insonga bepul yetkazib beriladi.